Tasavvur qiling. Siz tug'ilipoq umrdek atalmish bir yo'lga chiqdingiz. Bu yo'lda sizni manzilingizgacha dunyo degan bir avtobus yetkazib qo'yadi. Siz borayotgan yo'lning bekatlari bor. Ular nomsiz. Mana shu bekatlar siz kirayotgan yoshingiz. Mana shu yo'lda borayotgan ekansiz, mana shu avtobusga turli tuman odamlar har kuni har soat chiqib tushadi. Dinidan, irqidan, millatidan qat'iy nazar har kuni mana shu avtobusga chiqib o'z bekatlarida tushib qolishadi. Siz ketayotgan yo'lingizning so'ngida qaysi bekat? Uni ham nomi yo'q. Mana shu yoshgacha siz qaysi bekatga yetib keldingiz va uni nima deb nomlar edingiz? Juda bir ajoyib savol. Demak, nimada ketdim? Avtobusda ketyapman. Men hozirgi kelgan bekatni nomi. Men hozir Shukur bekatidaman. Chunki bu avtobusni egasi Alloh taolo meni bir yomon bir joylarga oldi deb isholaman. Hozir kelganim mana 60 yoshga kelib Shukrona bekatidaman. Mana yana Alloh qancha umr beradi, menimcha ko'proq bersa kerak. Tilagimni so'raganim Alloh so'raganim beraman degan. Niyatimiz yaxshi. Nimani olib ketayotgan, shu avtobusni olib ketayotgan Alloh u yomon yo'ldan yuradigan zot emas. O'zimizga tushib qolib yoqqa yuramiz demasak, Alloh o'ziga qo'yib bersa, o'zi zo'r yo'llarga olib boradi. Shunaqa deb o'ylayman. Salomat.